Ey o'g'lim, 5 turdagi odam bilan do'st bo'lmagin dedilar. Imom Muhammad Boqir rahimahulloh shunday deydilar. Otam Imom Zaynul Obidin rahmatulloh alayh bir kuni hayotim uchun muhim ko'rsatma berib shunday dedilar. Ey o'g'lim, 5 turdagi odam bilan do'st bo'lmagin dedilar. Birinchisi fosiq. Fosiq bu gunohdan tab tortmaydigan, ibodatga beparvo, har qanday yomonlikdan qaytmaydigan va bir yomonlik qilsa ham pinagini buzmaydigan fosiq do'stlardan uzoq yur dedilar. Ikkinchisi ziqna, baxil. Baxil, ziqna do'sting bo'lsa undan uzoq yur, undan do'stligingda u do'st bo'lmaydi. Vaqtiki muhtoj bo'lganingda moli dunyosidan so'rab qo'ymasliging uchun sen bilan aloqasini uzadi, bu senga haqiqiy do'stlik qila olmaydi. Baxil bilan do'st bo'lma dedilar. Uchinchisi yolg'on gapiradigan do'sting bo'lsa undan ham uzoqlash, aloqani uz. Yolg'onchi bilan ham do'st bo'lma. To'rtinchisi nodon. Ahmoq odam bilan do'st bo'lma. U senga foyda keltiraman deb doim zarar beradi. Ahmoqligi sababli doim senga zarar keltiradi. Undan hech qachon senga foyda keltirmaydi. Va beshinchisi qarindoshlari bilan aloqani uzgan inson bilan ham do'st bo'lma. O'zini yaqinlariniki bilmaydigan inson senga hech qachon vafo qilmaydi. Shu 5 ta do'stdan doim yiroq yur deb o'g'illariga Imom Zaynul Obidin rahmatulloh alayh shundoq nasihat qilgan ekan. Mana shu 5 ta toifadagi fosiq, baxil, yolg'onchi, ahmoq ya'ni nodon odam va silay rahmi tark etgan insonlardan uzoq bo'laylik.